To'rtta tishimni davolatish puliga shopping qildim. Sizlar bu xatoni qilmang. Anchadan beri kostyum olishni mo'ljallab turdim. 300 ming so'mga shuni oldim. Ko'jinli kostyumimga moslab shunaqa sviter oldim, 100 ming so'm ekan. Rangi yoqib qolsa bo'ldi, bir xil narsa ovuraman, shunaqa pushta, yupqa, jemfer yoqib qoladi. 130 ming so'mdan ekan. Ikkita ovora qoldi. Pushta va sariq chiroyli qizlar. Kiyim bo'lsa shunaqa uzun, sharif, bu adashmasam 50 ming so'm bo'lsa kerak. Xudilarni sevaman, ishoninglar, shunaqa zo'r Adidasda 400 ming atrofiga oldim shuni. Kiyim bo'lsa Nike'da shunaqa shalvarni oldim, 220 ming so'm ekan. Yana bitta xudi 230 ming so'm. Hammasi pulga arziydi. Yupqa futbolka oldim 105 ming so'm, ro'mol 40-50 ming atrofida va eng yoqqani shu so'mka bo'ldi. Narxi ham arzon, qandaydir estetichniga o'xshadi, 100 ming so'm. Koreyskiy matosi ham yaxshi dvoykani 800 ming so'mga oldim, rosa yoqdi. Bu krossovkani qancha maqtasam ham shuncha oz. Narxi qimmat bo'lsa ham qayta olavergan bo'lardim. 360 ming so'mga oldim. Shunaqa yengil va sifatli oldin olib qo'ygan va sizlarga ko'rsatmagan luklarim qolib ketibdi. Buni ham Samarqand darvozadan olganman 800 ming so'mga. Va shunaqa bardovik ko'ylak oldim 180 ming so'm atrofida. Qizlar, sizlarga qaysi biri yoqdi? Izohlarda yozib keting.